Yoz o'tmoqda soz. Assalomu alaykum hurmatli bizning klinikamizga tashrif buyuruvchi insonlar. Yoz oyida siz qanday optimal variantlar asosida farzandingizni tishlaridagi qatoridagi muammolarni, ya'ni qiyshayis muammolarini, notekislik muammolarini hal qilishga yozning qay darajada muhim ekanligini tushuntirib o'tmoqchiman. Bolalar aksar holatlarda ish jarayonidan bilamizki, maktab vaqti davrida bolalarga brekket apparatlarini yoki tanglaylarini kengaytiruvchi apparatlarni taqib qo'ysak, ular do'stlaridan biroz uyalishadi. Shu sababdan ham breketda davolanishni yoki bo'lmasa og'izda tish qatorlarini kengaytiruvchi apparatlarni taqisi kelmaydi. Mana shu holatdan kelib chiqib, yozgi ta'til vaqtida bolalarning tish qatori nuqsonlarini to'g'irlatib olish eng optimal variant hisoblanadi. Hozirgi kunda juda ham ko'p bolalarda old tishlarda karies muammolari ko'p uchramoqda. Ular maktab davrida bo'lganda yoki bo'lmasa butun yoz o'tib ketmasdan tish qatorlarini to'g'irlatib qolsangiz, ular yangi maktabga chiqqanda, ya'ni sentyabr boshlanib maktabga chiqqan davrida o'ziga ishonch bilan do'stlar davrasiga kirib borishga imkoniyatlar bo'ladi. Mana shu davrda, ya'ni yozgi ta'til davrida bolalarni tish qator anomaliyalari, ya'ni notekisliklarni to'g'irlatib olish, qaysidir tishlariga koronkalar qo'ydirish, qaysidir tishlarini plombalatib qo'yib restavratsiya qildirish uchun optimal variant hisoblanadi. Chunki bolalar butun yoz davomida o'qishdan xoli bo'lishadi va ularni og'iz bo'shlig'iga beradigan e'tiborlarini to'g'ri yo'naltiradigan bo'lsak, ular og'iz bo'shlig'i gigiyenasini yaxshi saqlashga harakat qilishligi, breketlarga tezroq o'rganishi mumkin. Chunki sotsial jamiyatda yashayapmiz. Do'stlarim nima derkan, tengdoshlarim nima derkan, sinfdoshim nima derkan, tishimdagi narsalarni ko'rsam degan stressi kamroq bo'ladi yoz vaqtida. Yoz vaqtida breketlarni qo'yib, ularni gigiyenaga o'rgata olsak, ya'ni tishlarni o'z vaqtida yuvishlikka, to'g'ri parvarish qilishlikka o'rgata olsak, ular yangi o'quv yilida bemalol o'ziga ishongan holatda do'stlariga ko'rinish beradi va tish qatoridagi muammolarni to'g'rilayotganligidan uyalishmaydi. Undan tashqari ularning vaqti bemalol bo'lganligi sababli qaysidir yilinglab qolgan tishlarni davolatib olishlik, karies boshlangan tishlarni davolab qo'yishlik, yo bo'lmasa qo'yiladigan qaysidir bir joylardagi tishlari bo'ladigan bo'lsa, aynan shu tishlarni qo'ydirib qo'ysangiz, farzandingiz uchun yaxshilik qilgan bo'lasiz. Butun yoz mavsumida, ya'ni ta'til tugagunicha bo'lgan muddatda biz yuqorigi va pastki jag'lardagi tish anomaliyalarini to'g'irlash uchun bolalarga 20% aksiyani e'lon qilganmiz. Ya'ni mana shu aksiya davomida bolalar tish qatoridagi muammolarni to'g'irlatish maqsadida bizga murojaat qilib kelinsa, biz ularni narx-navosini 20% chegirma asosida hisoblab beramiz. Bu ham ota-onalarga yengillik bo'lishini ta'minlash maqsadida qilindi. Hozirgi vaqtda eng qimmatli narsa bu vaqtdir. Ta'til davomida farzandlaringiz tishlarini to'g'irlatishga harakat qilishsin, tish muammolaridan xalos bo'lishsin va vaqtni qadriga yetsin. Bunda siz unga amaliy va moddiy yordam berishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.